Advokat Qo'chqorov vasiyatnoma bekor qilish va o'zgartirish mumkinmi? Shu haqida ham tushuntirish bersangiz. Juda ham chiroyli savol. Demak, qonun talabiga ko'ra vasiyat qiluvchi istalgan vaqtda o'z vasiyatnomasini to'laligicha bekor qilishga yoxud uni ayrim qismlarini yangi vasiyatnoma tuzish orqali o'zgartirishga, bekor qilishga yoki to'ldirishga demak haqlidir. Vasiyatnoma vasiyat qiluvchi tomonidan yoki vasiyat qiluvchining yozma farmoyishiga binoan notarius yoxud boshqa mansabdor shaxslar tomonidan uning barcha nusxalarini yo'q qilib tashlash yo'li bilan bekor qilinishi demak mumkin. Yangi vasiyatnoma tuzish orqali oldin tuzilgan vasiyatnoma to'laligicha yoki uning ayrim qismlari vasiyatnomaga zid bo'lgan qismlari demak bekor qilinishi ham mumkin. Agarda vasiyat qiluvchi tomonidan keyingi vasiyatnoma o'z navbatida bekor qilingan yoki o'zgartirilgan bo'lsa, yangi vasiyatnoma tuzish orqali to'laligicha yoki qisman bekor qilingan oldingi vasiyatnoma qayta tiklanmaydi. Demak, bu qonun talabimizda shuni ko'rsatilgan. Demak, aynan shu vasiyatnoma masalalari bo'yicha yoki meros masalalari bo'yicha o'zingizni qiziqtirayotgan, qiynayotgan savollar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin.